Barashka piyoz yaxshi deydi, to'g'rimi? Ha, barakalla. Barashka piyoz nimaga barashka deydi? Maladoy. Ani katta bo'lgan nay bo'ladi, mana bunda bo'ladi, gul chiqadi. Uni musur. Bu. Xuddi shunaqa mana bu barashka bo'ladi. Yangi maladoy bo'ladi. Men sizga hozir aytganim qush to'g'risida voqea, rost voqeani gapirib berdim. Bu men ustimda yelkamda o'tirib turgan qush rasmim bor, men o'zimda. O'sha professional qushchilik tomib ketib qolgan. Biz buni ko'paytira olmayapmiz, aka. Qanaqa ko'paytiramiz deyapti-da. Realniy bo'lgan, qushda bo'lgan praktika bu. Endi tabiiy odam qiziqaradi hamma narsaga. Nega buni ko'paytir, nega ko'p? Mana shunday klischatka bilan ko'paytir. Demak, odam ham esa rangingiz ham tiniq bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Yeyish kerak, qilish kerak. Nima o'ziga bir yarim vaqt ham kerak. U tepasida o'tirib, suv sepib qo'ysangiz bo'ldi. Qarabdan qarab qo'ysangiz bo'ldi. Men keyingi safar o'zim agar gap anaqa qilsak, men ko'rsataman sizlarga. Olib kelib o'zim ko'paytirganim. Oddiy, opponson. Любой odam qiladi. Faqat ozgina o'ziga e'tibor, mana shu ichki organlarini bir yengillab olib, yoshar etsa qilsa bo'ladi. Lekin birinchi o'rinda tartibda ichini qotirmaslikka harakat qilish kerak odam. Eng birinchi bu miyaga motivatsiya berish kerak. Bu nonushta qilyapsizmi, sira tayyorgarlik ko'rishga nonushta o'tirish bilan hozir xudo xolasa men nonushtamni qilaman, shu yoqqa borishim kerak desangiz bo'ldi. Har kuni qilsa o'rganadi miya shunga.